Yani böyle yangi uylarga olib kirdim. Yangi tizorlar qo'yib Yani gullar bu tomonda gul endi ko'rinmay qoldi. Mana o shkapingiz dada. Mana shkaplar. Hamma yo'qni qilib qo'ydik, shkaplar. Oyoq kiyimlaringiz. Ha, o'rni. Mana Qur'on kitob, televizor, pataloy, gilam. Buni xassan tashlashingiz kerak endi. Bo'ldi, yaxshimi, yoqdimi dada uy? Uyda chiroyli qildim, dadam kelguncha palaslarni qilib, televizorlargacha olib kelib berdim. Mana televizor punktni ishlatishni bilasizmi? Mana uni eshitsangiz ovozi pasayadi. Endi bunga hozir men internetga ulab berdim, YouTube'ga ulab beraman. Ha, mayli, jahon dunyo ko'radi. Ayni jahonda ayni jahon kerak. Ha. Dadamni olib keldim uyga. Sanatoriyada necha kun yotdingiz? 15 kun yotdingiz. 15 kun yotdim. Yaxshimi? Oyoqlar hamma zo'rmi? Hammasi suvlarga tushiraverib, asallar surkashib, aytdi xodimlar do'stlarimiz mehri oqibati ekan, juda yaxshi qarashdi, rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin, sizlar ulug' bo'lsin. Tabobat ahlini hammasi juda yaxshi bilishar ekan. Bilimlar ziyoda bo'lsin. Bilimlar ziyoda. Odamlar juda xursand. Poshomizga rahmat. Butun xalq duo qilyapti, yaxshilik. Joylar jannati bo'lsin, jannat. Shunday mana. O'g'limizlar shuna bizga bir kambag'allar bir uy solib qo'yibdi, mana boshimiz osmonda. Issiq joylar, suvlar, choylar, oyna jahonlar qo'yib, mana ko'p to'shaklar yangi. Hamma odamlar havas qiladigan, bekami yo'q, bekami ko'z. Rahmat. Hammasi siz uchun. Rahmat. Hammasi siz uchun. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Ota uyda endi bugunda. Rahmat.